2 ga berishimizga baholasa ustanovkani boshlab oldik. Bunga qo'yiladigan zapchastlarni tanishtirib o'tamiz. Lavato Italianski reduktor qo'yamiz. Injektorimiz I+ injektor bo'ladi. Bu ham Italianski. Miyamiz bu Lavato brendiga tegishli. Orqasiga 60 litrli hozir ballonni qo'yamiz, shuni joylayveramiz. Zaprashni bokka qo'yib beramiz. Xo'p, mashinamiz tayyor bo'ldi. Italianski Lavato. Osgan turlarga ketdi. Lavato Italia, injektorimiz I+, matbuotchimiz. Plankada turibdi, kilogramm filtr, Lavato reduktorimiz. Bunga akkuratlik qilib iste'molga qo'ydik. E'tibor bergan bo'lsalar, ishli simdol ochiq joylari yo'q, simlarda ishni nimasi yo'q. Bu kompyuter simini uzib qo'ysa, hozir akkuratlik bo'lib qoladi. Mashinamiz gazda turibdi. Balon 60 litrli tushishga berdik, joylashtirib e'tibor bersalar ko'tarib bo'lmaydi. Joylarga atikar balondan qo'yib berdik. Zaprashlarimiz bizning bokka qo'yib berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar.